Akamiz bugun 3-sharxondan kelgan mijozimiz bo'ldi. Keyin shuniga sandiq, bagaj, to'rt xil narsa qo'yib berdik. Xo'p, o'yinimizda ishtirok etyapti. 50 dollar, 100 dollar orasida mayda dollarlarimiz. Orasiga qo'yib yuboryapmiz. Xo'p, aralashtirib yuboramiz. Aka, bir raqam aytsangiz. 14. 14. Yana bittalik. Qaysi tomondan aytdingmi? Xo'p. 100 dollar olib ketib qolsa xursand bo'laman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yomon ketdi. Yomon ketdi. 100 dollardan oldi. Xolis bo'lyapti mana. Xolisona kelinglar akalar.